Yangi O'zbekistonning tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchilari tashabbusi asosida O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita hamkorligida o'tkazib kelinayotgan amaliy tadbirlarning navbatdagisi 2025-yilning 17-dekabr kuni Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida o'tkazildi. Tadbirga O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Zayniddin domla Eshonqulov boshchilik qildi. Xo'jakent masjidida o'tkazilgan tashkiliy yig'ilishda O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent viloyati vakilligi rahbariyati, tuman shaharlar bosh imom xatiblari hamda otinoylari, shuningdek Bo'stonliq tumanidagi masjid imom xatiblari, noiblari, otinoylar, Haj 2025 ziyoratchilari va mahalla fuqarolari yig'inlari raislari taklif qilindi. Yig'ilishda dastlab O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining Inson qadri kitoblari taqdimoti o'tkazildi. Unda Zayniddin domla Eshonqulov mazkur kitobning bugungi hayotimiz bilan naqadar uyg'un ekani, dinimizda ham inson va uning qadr-qimmati ulug'lanishi har bir diniy soha xodimining bugungi kundagi faoliyati uchun dasturul amal bo'lishini alohida ta'kidlab o'tdi. Ushbu kitob viloyatdagi barcha masjidlarga tarqatildi. Tadbir davomida viloyat bosh imom xatiblari va tuman shahar bosh imom xatiblari uchun namunaviy maxsus kiyim namunasi taqdimot qilindi. Unda chakmon, duxoba va milliy do'ppilar namoyish qilindi. Shuningdek, Toshkent viloyati xususan Bo'stonliq tumanida 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilindi. Unda viloyatdagi imom xatiblar faoliyatidagi yutuqlar e'tirof etilib, ba'zi kamchiliklar bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi. Ishchi guruh a'zolari Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining 24 ta masjidi hamda 22 ta mahallasiga biriktirildi. Bir vaqtning o'zida masjidlarda hujjat yuritish holatini o'rganish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi muhtasiblik bo'limi xodimlari, Toshkent viloyati vakilligi shahar va tumanlari bosh mutavallalari biriktirildi. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlari idorasi xotin-qizlar bo'limi tomonidan Bo'stonliq tumani otinoylari va hojilar bilan birgalikda o'tkaziladigan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar rejalashtirildi. Tadbir doirasida amaliyoti nazarda tutilgan yo'nalishlar bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Birinchi yo'nalish bo'yicha imom xatiblar 7 toifaga mansub 110 ta oilaga, otinoylar 4 toifaga mansub 23 ta oilaga, umumiy hisobda 133 ta oilaga kirib, ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. 3 ta xonadonda yot g'oyalar ta'siriga moyil bo'lganlar bilan suhbatlashildi, tushunchalar to'g'rilandi. Er-xotin, aka-uka, ota-bola, qaynona-kelin o'rtasidagi kelishmovchilik va janjallar sababli notinch bo'lib turgan 69 ta oila o'rganilib, ularga nasihatlar qilindi. 57 ta holatda arazlashgan, janjallashganlar yarashtirildi, uy-joy, mol-mulk, meros talashganlar murosaga keltirildi. 37 ta holatda oilaviy ajrimlarning oldini olishga harakat qilindi. 32 ta holatda oila buzilishining oldi olindi. 10 ta xonadonda ichkilikka ruju qo'yganlar bilan suhbat o'tkazildi. Zararli odatlardan saqlanish to'g'risida tushuntirildi, nasihatlar qilindi. 12 ta xonadonda ma'naviy ko'makka muhtoj bo'lganlar bilan suhbat olib borildi. Ruhiy ma'naviy barqaror bo'lish yuzasidan tavsiya va maslahatlar berildi. Bemor, muhtoji bo'lgan 2 ta xonadonning holidan xabar olinib, yordamlar ko'rsatildi. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha O'zbekiston musulmonlari idorasining moliyaviy nazorat va tahlil bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan imom xatiblar faoliyati hamda masjidlarning moliyaviy holati o'rganildi. Jumladan, ustav asosida ish va hujjat yuritish, jamoani boshqarish, masjidni toza va ozoda saqlash, unda qulay shart-sharoitlar yaratish, kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish, quyosh panellarini o'rnatish, yong'in xavfsizligi choralarini kuchaytirish kabi holatlar alohida ko'rib chiqildi. O'rganish natijasiga ko'ra masjidlarda yaratilgan sharoit hamda imom xatib boshchiligida masjidlar jamoalarining faoliyatiga ijobiy baho berildi. Shuningdek, imom xatiblar uchun yashil energiya, masjidning moliyaviy ishlarga doir faoliyatini tartibga solish, qish mavsumini betalofat o'tkazish ishlarini jadallashtirish bo'yicha zaruriy ko'rsatma va muhim tavsiyalar berib o'tildi. Uchinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan masjidlarda peshin namozini ado qilib, yig'ilgan qavmga tinchlik, xotirjamlik ne'mati, o'zaro hamjihatlik, oila muqaddasligi, yangi O'zbekistonda inson qadri, shukronalik buyuk fazilat, farzand tarbiyasi, yaxshilikning mukofoti yaxshilikdir, qo'ni-qo'shnichilik huquqlari, islohotlar xalq manfaati uchun, mazhabga ergashish va yot g'oyalar ta'siridan saqlanish kabi dolzarb mavzudagi ma'ruzalar qilib berdilar. Unda 1605 nafardan ortiq tinglovchi namozxon qamrab olindi. Tadbir so'ngida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, Bo'stonliq tumani imom xatiblarining ma'naviy-ma'rifiy hamda masjid boshqaruvidagi faoliyatida kuzatilgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ko'rsatma va tavsiyalar berib o'tildi. Toshkent viloyati imom xatiblari faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan ishchi guruhning navbatdagi seminar yig'ilishi 2026-yilning 6-yanvar kuni Yuqori Chirchiq tumanida o'tkazilishi rejalashtirildi.